Panasonic bilan Istanbulga sayohatimiz paytida bitta kichkina savol o'ynalgan edi. Mana shu videoyimizda. Ana shu savollarni javobini hozir ko'rib chiqamiz va uni egalarini taqdirlaymiz. Bu uchun Instagram ochamiz va o'sha savol oxiridagi kommentariyaga tushib boramiz. Birinchi bo'lib bizda Doston 0008 javob bergan ekanlar. Lekin bularga biza sovg'ani bermaymizki, chunki bu o'zimizning ukaxonimiz bo'ladi, o'zimizning shogird bo'ladi. O'zliginiki beryapti deyishmasligi uchun bu ukaxonimizga bermaymiz. Undan keyingi hozir to'g'ri javob bergan egasi elektrodoktor, shu profil egasi g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Shu do'stimizni profiliga o'tib turib, hozir ularga soобщение yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan Panasonic kompaniyasidan hozir bitta kichkina aksiyamiz bo'lgan edi. Shunda ishtirok etgan edingiz. Tabriklaymiz. Siz g'olib bo'ldingiz. Siz bilan bog'lanamiz. Xudo xolasa sovg'alaringizni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring. Hali bunga o'xshagan sovg'alar juda ham ko'p bo'ladi.